Assalomu alaykum, advokat Qo'chqorov. Ishda xodim jarohat olsa, shikastlansa, vafot qilsa, qanday imtiyozlar bor deb obunachilarimiz tomonidan savollar tushmoqda. Shunga javob bersangiz. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Demak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 11-fevraldagi 60 sonli qaror qabul qilingan bo'lib, ushbu qarorning 1-ilovasida xodimlarga ularning mehnat vazifalarini bajarish bilan bog'liq holda jarohatlanishi, kasb kasalligiga chalinishi yoki ish salomatining boshqa xil shikastlanish tufayli yetkazilgan zararni to'lash qoidalari tasdiqlangan. Mazkur qoidalarda ish beruvchining hududida va uning tashqarisida, shuningdek, ish beruvchi bergan transportga, ishga kirishi yoki ishdan ketish vaqtida xodimning sog'lig'iga mehnat jarohati bilan yetkazilgan zarar uchun moddiy javobgar ekanligi belgilab qo'yilgan. Hattoki jabrlanuvchining qo'pol ehtiyotsizligi zararni kelib chiqishiga yoki uning ko'payishiga sabab bo'lgan taqdirda ham zararning to'lov miqdori summasi jabrlanuvchining aybiga qarab kamayishi mumkinligi, lekin bu kamayish ham 50% dan ko'p bo'lmasligi demak belgilab qo'yilgan. Shu va boshqa masalalar bo'yicha demak bemalol bizlarga murojaat qilishlaringiz mumkin.